Assalomu alaykum, Baraka Chorva kanali obunachilari. Hammani bayram bilan tabriklayman. Bugun 2026-yil 14-yanvar. Shu buqamiz, shved buqamiz olinganiga 5,5 oy, 6 oyga yaqin bo'lib qoldi. Boqilayotganiga 24,600,000 ga Bo'stonliq Platina mol bozoridan olingan shved buqamiz. Ertaga qassoblar so'yishadi. Ertaga yana videolarni qo'yamiz. Taxmin qilib ko'ringlar. 1,5 oy oldin tortilganda taroziga живой vesiga 620 kg kelgan. Bu targ'il buqamiz vodiydan dastlabki qildi. 24,900,000 so'mga kep tushishi bilan tushdi. Ovqatlari silioz, kepe, kombikorn, johorni aralashtirib hamda har doim shu vitaminlardan qo'shib beraman. Har doim. Taxmin qilib ko'ringlar, buqamiz necha kilo chiqadi. Mana orqalari. Bo'ylari ham bir 150 ga chiqib qolsa kerak. 140 dan baland bo'ylari. Baraka Chorva kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar. Rivojlanishimizga yordam beringlar, tarqatinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Ertaga qushxonali videolarni qo'yamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat.